Birinchi va ikkinchi sanlarni yig'indisi 12 ga. Geometrikmi, arifmetikmi? Arifmetik. A1 plus A2. Hop. 5 va 7 sanlarni yig'indisi 39 ga. 7-simi? Hop. Arifmetik progressiyaning 3 va 4 sanlarni yig'indisi. A3 plus A2. Mana shu har doim eslaringizda tursin. Misolni ishlashdan oldin mana bu ko'rinishda so'ragan bo'lsa, buni yoyib olinglar. Bu yoysak A1 plus 2 tada, keyingisi A1 plus 3 tada. To'g'rimi? Xo'p. 2 ta A1 plus 5 ta D ni so'rayapti bizdan. Shunaqami? Birinchisi yoysak 2 ta A1 plus D 12. Keyingisi 2 ta A1 plus 10 ta D 39. Sistema qilib osonligini qara, ayirib olsak 9 ta D teng 25 ga. D ni topsam 25 taqsim 9 a? D 27. 27 taqsim 9 u 3. Xo'p, D ni o'rniga 3 qo'ysam. A1 teng necha? 4,5. Olib qo'yamiz. 2 ta A1 9, 5 ta D 15 teng 24. Bo'ldimi?